metrli lentali drabilkalarimizdan sotuvga yangi partiyada kirib keldi. Oxirlarining uzunligi 75 sm bo'ladi. O'zini opish uzunligi 1,5 metr bo'ladi akalar. Undan tashqari qo'shimchasiga bunkerlar bor. Bunkerlarning vazifasi don maydalash uchun emas, faqatgina sabzavotlarni maydalash uchun bo'ladi. Undan tashqari oxirlari o'zi tortib olib kirib ketadi. Lentalari ham ancha uzun variantidan bo'ladi. Og'iz kirish qismi ham keng variantidan bo'ladi akalar. Ichki mexanizmlari ham doimgidek original variantida bo'ladi. Oldida pichoq 8 qator bo'ladi. 42 ta pichog'i bor. Undan tashqari 8 ta ramasiga qotirilgan pichoqlardan bor akalar. Doimgidek kuydirilgan splashma pichoq bilan quydirib kelingan bo'ladi. Pechatlarigacha bor. Bu kuydirilgan pichoq bo'ladi, kalyonli bo'ladi. Vallari ham akalar kuyma vallardan bo'ladi. Xo'p, undan tashqari akalar buni motori 5,5 kilovatli 220 ga ishlaydigan 3000 оборотda ishlaydigan motor bo'ladi. Alumin motor bo'ladi akalar. Kimga kerak bo'lsa 380 motorlar ham qo'yib bera olamiz. Narxi o'zgarmaydi. Bu drabilkalarimizni eng qulayli tomoni vallari har bittasi patchimlikli bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ichida hamma valini patchimlik bor. Smaska qilib ishlatasizlar, yengil aylanadi. Motorga nagruska kelmaydi. Ikkita skorisi bor. Xohlaganlarga qo'yib ishlata olasizlar. O'rta xalastoy bo'ladi. Hop, kimdaki bu drabilkani olmoqchi bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlaring mumkin. Manzilimiz Toshkent shahar Izza bozorining oldida bo'ladi. Buni ko'rib turgan bozorlaring Izza bozor bo'ladi akalar. Hop, asosiy yo'l bu tomonimiz Abu Saxiy bo'ladi, bu tomonimiz Urizor bo'ladi akalar. Abu Saxiydan kelishda qo'shimcha yo'lga kirib olsalaring, mana shu yerda avtobuslar kanechkasi bor. Mana shu avtobuslar kanechka bekati, Izza shoh bekatining orqasida bo'ladi akalar. Kentavr do'koniga kela olasizlar. O'zbekiston istalgan tochkasiga dastavkalarimiz bepul bo'ladi. Hop, undan tashqari akalar buni hozir o'lchab ham ko'rsatib beraman. Ishonmaganlar uchun mana 1,5 metrli drabilkamiz. Ko'rishlaring mumkin. Mana 1,5 metrdan 200 sm kamroq bo'ladi. Lentalarini ko'rsatamiz endi. 75 sm bo'ladi akalar. Mana ko'rishlaring mumkin. Lentalari 50 sm bo'ladi. Hop, bu drabilkalarimizni kim xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlarda Telegram, WhatsApplar hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kommentariyaga yozsalar qaramay qolishimiz mumkin akalar. Bemalol aloqaga chiqaringlar.